Qadrdon do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jamoliddin Kamolov va bu Kamolov Algorithmics YouTube kanali. Xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Do'stlar, ancha bo'ldi YouTube kanaliga video chiqarmayotganimga ma'lum bir sababli bo'ldi. Esingizda bo'lsa, ro'zalar bo'ldi. Undan keyin ham juda muhim sabab bo'ldi. O'sha sababini hozir ham tushuntirib ketaman, nima bo'lganligini. Va shu orasida kanalga 2 yil bo'ldi. Asosiy Telegram kanalimizga 2 yil bo'ldi va xudo xolasa 2 yildan beri mana shu YouTube kanalim bor. Ya'ni men sohada 2 yildan beri ishlab yuribman. Ushbu sohada 2 yildan beri ishlab yurgandan keyin ma'lum bir qarorlarga va ma'lum bir xulosalarga keldim. Va ushbu masala to'g'risida bugun gaplashib ketamiz do'stlar. Mana shunaqa живой muloqot, tayinlanmaganman. Hech qanaqa ssenariy yo'q menda. Живой qilib gaplashib ketamiz do'stlar. Va albatta bugun yangi robotni taqdim etamiz. Bizda yangi robotlarning otini bir nechta bo'ladi. Kompleks deb atab etib ketmoqchiman. Kompleks deganning sababi bir nechta robot bo'ladi. Bizda hozir mana Algo Tradingda professionalda qanaqa ishlaydi? Professional bo'lmaganlar menga iltimos mana qilib ketishdi, savollar bo'yicha sliv qilishga qanaqa robotlar sliv qiladi? Mana shunaqa savollar. Va shu kabi mashinniklar haqida gapirib keting deb iltimos qilishdi. Shular haqida ham gaplashib ketamiz do'stlar. Sohada 2 yil bo'lyapmanki, esingizda bo'lsa, ko'p robot sotadiganlar bo'lgan edi, deydi 1 yil, 2 yil oldin. Va ahamiyat bergan bo'lsangiz, bir nechtasi yo'q ketdi, bir nechtasi yopilib ketdi do'stlar. Bir nechtasi yopilib ketdi va otini ayta olmayman, chiroyli bo'lmaydi. Agar kimdir o'z qahramonlarini bilmoqchi bo'lsa, bemalol kommentariyaga kirib o'zingiz yozib ketsanglar bo'ladi, kim yopilib ketganligidan va nima sababdan yopilib ketdi ular. Xudoga shukr, biz tirik qoldik, yopilish niyatim yo'q. Chunki bizda ko'proq babram robotlar haqida ko'proq ilmiy tarafdan yonlashardim. Odamlarga tushuntirib berish, o'rgatish, iloji boricha robotning sistemasini qanday o'rgatish. Mana ko'plar mana asosiy savol beradi. Aka, sliv qiladigan, qilmaydigan robot. Hozirgi kunda misol tariqasida mana shu O'zbekistondagi sotilayotgan robotlarni olsak, moda bo'ldi hozir. Oldin moda bo'lardi ishodniy kod masalasida, ishodniy kodni ko'rsatib, o'sha ishodniy kodni temasini ham o'zim olib chiqdim. Hozir sliv qilmaydigan garantiya. O'shanaqa moda bo'ldi. Mana shu oygacha. Lekin mana shu oyi o'zida Trump bilasizlar bir yangiliklar qildi. Butun dunyoga nalog qo'ydi va o'shanda tillarning narxi o'ynab ketdi. Kar qilgan robotlari uxladi. Hatto ma'lum bir darajadagi sentoviy robotlar ham uxlab ketdi. Lekin men qoyil qolgan narsam, menga ko'p klientlar telefon qiladi. Birovni kompaniyadan ham, birovdan robot olsa ham minus qilsa menga qilishadi. Shunaqa narsa bor. Oke, minus bo'ldi deydi. Mana shunaqa men qilyapti, mana odamlar, oke, minus bo'ldi, lekin mana hali ham davom etyapti reklamani. Qarang deyshadi. Nomardlar mana shunaqa bizda deb polniy aytib berishni yaxshi ko'radi ko'plar menga telefon qilib. O'shaning uchun bizda hozirgi paytda O'zbekistonda Grid Martingale sistemali robotlar juda mashhur. Men ham paytigacha shu robotlarni qilardim va shu nuqtagacha keldimki, men tushundim, 2 yil bo'ldi, men juda navorочный variantlarini qilardim, tushundim bundan foyda yo'q va bundan to'liqona voz kechdim. Va shuning uchun ham 2 oydan beri hech qanaqa video chiqmayotganiga ham sababchi. Ya'ni sohani to'xtatadim, bir o'ylab ko'rdim, bir qadamingni o'ylab bos, yaxshilab o'ylab ko'rdim va o'yladim. Sohaga konkretniy yangilik kerak. Sohaga konkretniy talchok kerak, skachok kerak. O'shaning uchun ham 2 oy yangi robotlarni ustida razrabotka qildim. Va kimdir Telegram gruppalarimda bo'lganlar biladi. Men aytdim, do'stlar, men to'liqona grid va martingale, setka, hedging strategiyalaridan voz kechmoqchiman. Va chunki bu strategiyalar ko'pincha slivga olib keladi. Buni ko'plar biladi, lekin men ularning ustida ishlab, navorочный qilib, har xil дополнительный funksiyalar qo'yib, rosa harakat qildim.
uni ustidan chiqishga, lekin baribir ham pol-avtomat robotga taqaldi. Ya'ni to'liq avtomatga olib chiqa olmadim. Buni olib chiqish qiyin ekan. Lekin bildim, ko'rdim shu kungacha shunaqa robotlarni ham full avtomat qilib, rosa обещать qilib, ko'p narsalarga so'z berib slivka olib kelganlar ham bo'ldi. Ayniqsa mana shu oyda men ko'rdim, shu 20 minglik, 40 minglik shotlar, 5 ming dollarlik shotlar, 10 ming dollarlik shotlar sliv bo'lganiga guvoh bo'ldik. Odamlar telefon qilib o'zi aytdi, shunaqa olib deb. O'shaning uchun men hatto eshitdim, bir oyda 2 marta shot sliv bo'lgan. Keyin o'sha kimni olgan bo'lsa, bundoq qarasam, hali ham reklama qilyapti. Tinmayapti. Ya'ni sohada zastoy bor. Har xil endi past urovnyli algotraderlar bor, robot sotadi. Yomonlamoqchi emasman hech kimni. Lekin sohaga yangilik kerak, revolyutsiya kerak, sohaga nimadir yangilik kerak, qisqasi. Soha turib qoldi. Aynan O'zbekistonda shu joyda turib qoldi. Boshqa davlatlarda ketdi, уже dash ketyapti. Yangi robotlar chiqyapti. Ancha bezopasniy robotlar chiqib, bizga bitta-ikkita odamlarni ko'ryapman. Shunga o'xshash nimalarni olib chiqyapti, lekin garantiya so'zini ishlatish masalasida. To'g'risida ham gapirib ketsak bo'ladi. Qisqa qilib, bozor qanaqa yurishini bila olmaysizlar. Stop ushlaydigan robotlar, o'sha stopli robotlar bor. Bitta сделка ishlar, ular ham minus qo'yishi mumkin. Ko'pincha endi prostatga kiradi, minus qo'yish qiyin uni. Bozorga o'zi garantiya berish katta xato. Garantiya berish o'zi bir marketingning turi. Bizani O'zbekistondagilar ham yopishib bo'lgan shunga. Robotda garantiyasi bormi deb so'rashadi. Qanaqasiga robotda garantiya bera olasizlar agar bozorga garantiya bera olmaysizlar? Men boshqachasiga aytaman buni. Robotda minus qilish, ya'ni общий total sleeve, общий sleeve qilishi, полный sleeve qilishi, bu уже minus 80% bo'lganda o'sha sleeve bo'ladi. Minus 80, minus 90% iloji borishi, iloji bo'lsa shu bittada minus qolsa, ana o'sha bizada sleeve bo'ladi. Endi prostatga kiradigan robotlar bor, o'zi million xil turli robotlar bor. Bugun hozir bu formatni o'zgartiramiz, ekranga o'tib ketamiz уже. 1-2 minut qoldi. Ekranga o'tib men ko'rsatib ketaman qanaqa robot o'zi yaratilganini, ishlash tartibini qisqa qilib aytib ketaman, полный detalni aytmayman. Lekin yaxshi tarafdori bor. Riskovat qilmoqchi bo'lganlar aytsa, prinsipi FTMOdan kimdir olsa agar hozirgi kunda prop shot, unga ham popravka qilamiz. Yaqin kunlarda o'zim отдельно aytaman shuni Telegramda, iltimos yozmanglar. Toki yetmagunimcha Telegram kanalimga o'tinglar, obuna bo'linglar. U yerda polni gaplashib o'tiriladi robotlar haqida. Telegram kanalida xudo xolasa mana shu hatto robot probga ham o'tishi mumkin. Agar yaxshi nastroyka qilinsa, probga ham o'tkazishga, testlardan o'tkazishga ham moslashtirilgan. Отдельный versiyasi bor. Bitta versiya emas, отдельный versiyasi bor. Unga hozir nastroyka to'g'rilanmoqda. O'zi bilasizlar, robotni noldan yasaganingizdan keyin unga nastroyka topish kerak bo'ladi. Xullas, qanaqa robotlarda to'xtadim va qanaqa robotlarni yaratishga qaror berdim. Albatta, meni qarorim shunda to'xtadiki, что bizni do'stlar sizlar bilan mana shu O'zbekistonda mashhur bo'lgan Grid Martingale robotlarni asosi Grid Martingale bo'lgan robotlardan mutlaqo voz kechish qaror berildi. O'shaning uchun ham 1,5 oy hech qanaqa robotlar, hech qanaqa sotuv ham qilmadim, hech kim bilan bunaqa aktiv bo'lmadim. Aytganimda o'shan sabab bo'ldi. Chunki любой robotni yaratish, unga strategiya tuzish, keyin robot tuzish, keyin unga nastroyka tuzish vaqt oladi do'stlar. Hech qaysi biri просто tak bittada bo'lmaydi. Robotlar asosan menda hozirgi mana kompleks robotlari bu oila robotlarning oilasi, bularni asosida ko'pi one shot robotlar. One shot robotlar bitta выстрел, ya'ni bitta zarba degan robotlar turi ko'pi bir kunda bitta сделка ochadi, ko'pi. Orada bitta ikkitasi bo'ladi, bir kunda ko'proq сделка ochishi mumkin bo'lgan. Va u robotlar kompleks robotlarini asosi aytganimdek, bitta tarafdan one shot, ikkinchi tarafdan urovень hisobga olinib сделкаlar ochiladi. Va bu
strategiyani yadrosi. Men aytganimdek, sizlarda Grid Martingale bor va one shot one day desa bo'ladi. Bir kunda bitta выстрел, ya'ni bir kunda bitta сделка. Bu bunaqa turdagi robotlar bor. Aytib qo'yaman, bir nechtasi bor, ichida bir nechtasi bo'ladi, обязательно bir kunda bitta emas, 3 ta 4 ta ochadigani ham bo'lishi mumkin. 3 ta 4 ta 5 ta примерно сделка ochadigan. Опять-таки, hech qaysi сделка, hech qaysi biri bir-biriga ulanmagan bo'ladi. Ya'ni bir-biriga mana bundoq qilib перекос qilib yopadiganlar bor, setka asosida. Unaqa narsa bo'lmaydi. Har bitta сделка отдельно stop lossga ega bo'ladi va ayniqsa albatta har xil turdagi take profitlarga ham ega bo'ladi. Bu bizada kompleks robotlarni, shu otini kompleks qo'ydim. Sababi bir nechta robot bo'ladi. Videoda men hozir ko'rsatib ketaman professionalniy algotraderlar haqida. Mana bizada O'zbekistonda hozirgi ko'p robot sotadiganlar bitta, ikkita robot sotadi. Bitta robot misol uchun faqat tillarga yoki faqat valyutniy paraga. Aslida do'stlar, professionalniy algotrader bo'lmoqchi bo'lsangiz va хотя бы o'sha tarafga ilk qadam bosmoqchi bo'lsangiz, keling meni robotimni oling, bunaqa narsa emas. Lekin men ham aytdim, mana aytayapman sizlarga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri nimadir o'zgarish kerak-da, do'stlar. Sohada o'zi ko'plar taniydi meni, ko'rarkan, rahmat aytayotganda, ko'rayotganingiz uchun kattakon rahmat. Meni butun O'zbekistondan, butun viloyatlardan ko'rishar ekan, nafaqat Toshkentdan. Boringlarga shukr, rahmat sizlarga. Ko'rayotganingiz uchun borman, ko'rayotganingiz uchun shu videolarni yaratyapman do'stlar. Professionalniy algotraderlar qanaqa ishlaydi do'stlar? Yana mana shu juda qiziq masala bo'ladi. Uni hozir ko'rsataman. Professionalniy algotraderlar do'stlar hech qachon bitta parada ishlamaydi. Va hech qachon faqat valyutada yoki faqat metalda ishlamaydi. Ular mix qiladi. Mix qilib ishlatganingizda albatta yaxshi robotlar bo'lsa, strategiyalar bo'lsa, долгосрочныйga uzoq muddatda yutasizlar. Robotni agar sizlar mana qaranglar, yana bitta narsa, agar sizlar robotni olib bir haftada yoki kunlik necha pul daromad topadi desanglar, bu sizlar kazino masalasida gaplashyapsizlar. Oyiga yoki yiliga, sezoniga gaplashishingiz kerak. Kuniga emas. $1000 tiqib kuniga yoki $1000 tiqib kuniga $30 topaman. Bu sizlarga kazino emas do'stlar, kuniga $30 topishingiz uchun. Qaysidir kun agar robot take profit va stop loss asosida ishlaydigan bo'lsa, u qaysidir kun minus ham qiladi. U faqat pul topadi emas, kuniga $30 topib tursa, bu kichkina zavodcha emas, sizlarga mana bunday korobka sifat $1000 ga sotib olasizlar, nimadir производство qiladi. U производство qilgan narsani sotib olishingiz kerak, to'g'rimi? Bu zavod emas, kuniga sizlarga $30, $40 qilish uchun. Ya'ni ko'plar aytib qo'yadi, menga yetadi $30, menga ham yetadi $30, $40 kuniga do'stlar, chunki u yoq bu yoq bilan 3000 ming ish pullar ham chiqyapti. Mo'sh noto'g'ri sanoqman hozir. Lekin tema bu yoqda boshqa bo'lyapti. O'shaning uchun do'stlar, bunga sal seriyozroq qarash kerak. Stop loss'i bor bo'lgan, one shot yoki mana shunaqa bir nechta kuniga bir nechta сделка ochadiganlar плавающий daromadda bo'ladi. Qaysidir paytda minus ham qiladi, qaysidir oy ko'proq, qaysidir oy kamroq qiladi daromadni. Tem bo'lsa kompleksda ishlaydiganlar shunaqa bo'lishi mumkin, juda ko'p parada bittada minus bo'lishi mumkin, kattaroq prosentga kiradi. O'shaning uchun kompleks robotlarida biz долгосрочный va professionalniy variantga pritsel oldik. Mana shu xulosaga keldim. Robotni ishlash asoslari bu bizada уровень va bitta сделка bir kunda, albatta har bittasida bizada anaqa bo'ladi. Take profit va stop loss bo'ladi do'stlar. O'shaning uchun buni qisqa variantini ko'rsatib ketaman bir nechta parada, lekin hali ozgincha nastroyga qilinadigan joylari ham bor. Ko'plarning endi savoli bo'yicha kompleks robotda necha pul turadi? Boshida 2-3 ta odamga risk qilmoqchi bo'lgan, risk minimalniy bo'ladi u yoqda. Robotni realga qo'yib pod nastroyga qilib bir bosib olishgada холодный start deydi-yu. Холодный startga tayyor bo'lganlarga $1,5 ming bo'ladi. O'zi undan qimmat bo'ladi. Nimaga qimmat robot?
Men arzon robot sotishdan to'xtatdim. Men u yoqdan chiqib ketdim. U 350, 400, 700 dollarlik robotni sotishga men уже bo'ldi. Sotmayman va aytganimdek nimaga qimmatroq, balki kimdirga qimmat, kimgadir arzon tuyulishi mumkin, lekin agar kimgadir qimmat ko'rinayotgan bo'lsa, uzru, lekin bu yoqda bitta robot bo'lmayapti. Bu yoqda bir nechta paraga kompleks ishlaydigan robotlar bo'lyapti. То есть multipara bo'lyapti. Har xil anaqalarga qo'yiladigan. Robotlar masalasida hozir bitta narsaga qaror kela olmayman. Yoki serverda o'zimiznikida turadi, yoki sizlarning serveringlarga nomida turadi. Robot albatta serverda turadi. Hech qanaqasiga robot kompyuter o'zida ishlamaydi. Server bizda sredniy server oyiga 7 euro где-то endi kursga qarab o'ynaladi. Hozirgi kursda bizda 4-oy 28-yil 2025-yil orientirovочно 110-115 ming turadi so'mda oyiga. Sredniy robot ikkita terminalni tortadigan. Bitta terminalni qo'yib, bitta terminalni o'ziga nagruska qilib, misol uchun 5-6 ta okno ochib, 5-6 ta simvol, ya'ni para, da kriptalarni, paralarni ochib, misol uchun bittasiga funt, ikkinchisiga yena, uchinchisiga yevro, dollar, 4-oyniga bizda bitcoin, mana indekslar bor, nemetskiy DE40 indeksi bor. O'shalarni hammasini ochib qo'yib ko'rib ketamiz va minimalniy nagruskada 001 larda ochiladi albatta. Multi robot o'shanda bizda ko'rayotganingizdek 5 ta har xil nastroykaga ega bo'lgan multi robot qo'yiladi va o'sha multi robot bilan xudo xolasa biz sekin-sekin daromadlarni, natijalarini ko'rishni boshlaymiz. Hech qanaqa bu yoqda magiya, hech qanaqa искусственный intellekt yo'q. Bu yoqda strogo strategiya, yillar davomida ishlab kelayotgan strategiyalar. Buni hamma biladi. Любой treyderdan so'rang, уровень proboyi, отскоклari ishlatiladi. Bazaviy eng надежный sessiyalarga qaraydi, trendga qaraydi, uni дополнительный har xil narsalar bor, lekin asosiy narsa bu уровень bo'ladi. Любой treyderdan so'rasangiz, tradingga уровень поддержки и сопротивления, misol tariqasida SNR. O'shani bu tradingga alifbesida, alfaviti bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa yillar davomida ishlab kelyapti va bu ishlab keladi. Uni narsalari. Xullas, shu joygacha gapirdim. Xudo xolasa ko'p narsalarni tushuntira oldim, ayta oldim. Endi qanaqa robot, mana savollar bor, hozir o'tib ketamiz. Qanaqa robotlar sleeve qilish ham aytib keting aka deb yozib qo'yishibdi. Sleeve qiladigan robotlar ko'p, agar aytganimdek martingale va grid asosida qilinadigan robotlar ko'pi sleeve-ga olib keladi. Keyinchalik hozir biz ekranga o'tib olamiz. Robotlar turi asosida tik tester masalasida yangilik bor. Tester masalasini ham tushuntirib ketaman. Testerda ham juda bilib olgan, o'rganib olgan yangi muhim juda bo'lgan narsalar bor. Hop, mashinniklar haqida gaplashdi, ular hali ham shu yerda. Mashinnik emas, endi ular yeb qo'yganlar ko'pi bor. Aytganimdek, robotiga uveren bo'lib, bir necha yilmi, yarim yilmi, bir yilmi robotidan foyda olib kelib, keyin mana shu bitta tilla o'ynab ketgandan keyin aytganimdek, robotlari ana grid martingale asosida bo'lgan, setka martingale ko'rsatib ketaman qanaqaligini. O'zingiz tushunib o'tirasizlar, o'shunaqa robotlarga aralashmanglar. Mana undan voz kechdim, bo'ldi. Ular bozorga chidolmas ekan. Lutchi sezonniy robot ishlatamiz. Undan ko'rasa, чем anaqani ishlatgandan ko'ra. Professionalniy algoritmlar qanaqa ishlaydi? Professionalniy algoritmlar qanaqa ishlashini aytib berdim sizlarga. Professionalniy algoritmlar hech qachon bitta robotda, endi hamma har xil, albatta. Men butun algotrading sohasiga, jamoasiga javob bera olmayman. Men bilishim bo'yicha, men ko'rganlarim bo'yicha professionalniy algoritmlar bir nechta parani ishlatadi. Bitta parada tiqilib qolmaydi. Xo'p, aytganimdek, serverda обязательно, kompyuterda emas, serverda, kompyuter orqali serverga ulanadi. 5-6 ta paraga kamida tiqib qo'yish ham bo'ladi. Kattaroq depozit bo'ladi. Men bilaman, hozirgi kunda FTMOdan o'tishyapti bolalar robot orqali, mana shunaqa turdagi robot orqali o'tishyapti. Lekin FTMO bizda adashmasam O'zbekistonda sal problemali. Aytganimdek, bitta ikkita odam bilan kelishamiz, gaplashamiz, mendan robot ulardan hisob, xudo xolasa pulini yo'q-yo'g'ini kelishib, FTMOdan ham o'tishga papitka qilib qo'yamiz do'stlar. Jilayishinglar bo'lsa, yozib qo'ysanglar bo'ladi. Nomerimni bilasizlar, 97 735 74, tepada qatorda turgan bo'ladi.
o'tsanglar keyinchalik gaplashamiz. Iloji bo'lsa mana shu video chiqqandan keyin 2 haftalardan keyin gapirishamiz, xudo xolasa. Xo'p. Robot sotmaydigan algotraderlar haqida. Uni to'g'risida ham ular mana shunaqa odamlar, ular robot sotmaydi ko'pi. Ular robot sotmaydigan odamlar robot yasashni o'rgatadi, do'stlar. Ular o'sha yerdan ko'proq pul qiladi, lekin ularda живой hozirgi kunlarda mana uровень 2 yil dedim, mana o'zimga uровень qilish kerak. Algotradingda O'zbekistonda iloji boricha nomer 1 bo'lishga harakat qilaman. No, ko'ramiz u yog'iga. No, uровеньni qaranglar, do'stlar. Prямой efir qilib YouTube'ga robot ishlayotganini qo'yish. Nima deysizlar? Necha baho shunga? Orzular, xudo xolasa, shuni ustida ishlaymiz inshaalloh. Qo'yib qo'yamiz, kerak bo'lsa, prямой efirga YouTube'ga serverga qo'yamiz. Inshaalloh o'shanga yetamiz, xudo xolasa. Nasib qilgan bo'lsa, serverga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni aytadi-yu, bekitadigan narsa yo'q. Endi shunchalik uverin mana qo'yamiz. Prямой efirga, serverga. Chunki u baribir ham ko'p сделка ochmaydi. Kundan kunga ishlayveradi, serverda farqi yo'q. YouTube'ga prямой efirga odamni ko'radi, bemalol bosaveradi. Желающийlar o'sha yerdan ko'rib ham sotib olishi mumkin. Lekin har doim aytganimdek, video qo'yildimi, sotuv boshlandi degani, albatta sразу anaqa qilmanglar, 1-2 kun beringlar, 1-2 kunda уже video chiqqandan keyin 1-2 kundan keyin sotuv boshlandi degani bo'ladi. Ketdi endi ekranga, xudo xolasa, sizlarga robotni, kompleks robotini ishlash jarayonini qisqa qilib ko'rsatib ketaman, do'stlar. Va inshaalloh undan keyin videomizni yakunlaymiz va u yoqdan bu yoqdan yana etib ketadigan gaplar bo'ladi. Xo'sh, qadrdonim, agar shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib yuboring. Iltimos, bizga ham katta foyda bo'ladi, katta bir podдержка bo'ladi. Agar qilayotgan videolardan hajaba ozgincha foyda bo'layotgan bo'lsa, bitta podpiska ham bosib yuborsangiz, bizga ham undan ham katta podдержка bo'ladi. Aynan shu videoni o'rtasida shu ish qilsanglar, YouTube algoritmlari mana shu videoni trendga chiqarib, bundan ham ko'p odamlarga foydali bo'lishiga yordam beradi, do'stlar. O'shaning uchun, xo'sh, qaranglar, kompleks robotga keldi, nastroykasini ko'rsatib o'tirmayman. O'zi video juda uzun. Xo'p, qaranglar, biz robotga start beramiz. Bu variantda hozir birinchi variantda biz Bitcoinda ishlatamiz. Bitcoinda sistemani ko'rib ketamiz, qanaqaligini. Hozir bu предварительный настройка. Balki bundan ham zo'r настройка ham topar biz. Xo'sh, biz startni bosdik. Sekinlashtiramiz. Bu yoqda bizda keling bitta keyingi premyerni ko'raylik. Bitta buni o'tkazib yuboramizda. Keyingi premyergacha kutinglar. Xo'p. Bu yoqda misol tariqasida, do'stlar, bizda bitta sell bor, bitta buy bor. Buy stop bilan sell stop. Buni xuddi juda oddiy take profiti va stop lossi bor. Bizda balans ko'rganinglardek kichkina parasatga kirdi. $1000 ben 2% riskda ishlayapti, adashmasam 0.04 ochgan bu yoqda. $1000 balansimiz ozgincha parasatga kirgan. Albatta riskimizni bundan ham past qilsak bo'ladi. Robot o'zi lotni riskka etsangiz, o'zi riskiga qarab lotni to'g'irlab ochib ketaveradi. Balansingiz ko'paygan sari lotni ham sekin-sekin o'zi avtomatik ko'tarib ketadi. Shunga yarasha bizda bu yoqda, do'stlar, bitta buy, bitta stop. Hech qanaqa magiya yo'q, hech qanaqa sirli joyi yo'q. Uровеньga qarab o'zi robot to'g'irlab o'zi ochib ketaveradi. Bitta buy, bitta sell. Endi bu strategiya, bu stili konkretni bizda Bitcoin uchun qilingan. Ko'rganinglardek, qattiq o'shasa, o'sha yerda take profit stop lossi bor. Trail uncha-munchaga ishlamaydi bu yoqda. Strategiya unda olib qarasa o'ta oddiy, lekin dalgasrochniga aynan уровень tarafidan bu robot urib qo'yadi. Xo'sh, ko'ryapsizlar, depo bizda 938. Bizi savdoni bu yoqda boshlagan paytimiz 2025-yil 1-oy. Mana mana kungacha deyarli hozir 28-chislov bo'lsa, endi 24-gacha mana uryapmiz. Aynan hozir ham mana Bitcoin tepa pastga sakragan paytlar, mana shu yilning boshida esingizda bo'lsa va mana xabarlar chiqqanda mana jo'ski u yoqqa bu yoqqa ketgani. Mana ko'rasizlar ishlaganini. Albatta bunaqa sodda strategiya bo'lgandan keyin endi strategiya bunaqa sodda ham emas. Buni ichida juda ko'p narsalar bor, aytilmayotganligi, misol uchun
buni aytolmayman, sekretni ocholmayman albatta. Baribir ham ko'rib ketasizlar, xudo xolasa. Skorosti sekin kattalashtiramiz bundan ham tezlashtirishga harakat qilamiz. Mana bu depozitni sekin ko'rib ketaverasizlar do'stlar. O'sayotganini aytganimdek, bitta like ayamang do'stim. Menga ham rosa poddержка bo'lardi. Xudo xolasa bundan ham yaxshi robotlar, bundan ham yaxshi kontentlar chiqarish uchun. Aytganimdek, hech qanaqa mana anaqa yo'q bu yoqda. Stop ham ushlaydi, depo pastga ham tushadi. Bu yoqda magiya yo'q, ko'ryapsiz. Bitta сделка, bitta take profit, bitta stop loss, bitta buy, bitta sell. Bo'ldi, shu variant. Yoki take oladi, yoki stop oladi. Bu yoqda prosta robot o'z kerakli joyiga qarab ochyapti. Mana sell, mana bu yoqda misol uchun stop urdi. Bu hech qanaqa apasni anaqasi yo'q. Qanaqadir 2 marta misol uchun stop urdi. Bo'lishi mumkin. Lekin buni dalgasrokda mana misol uchun bu yoqda take ko'rib tepada mana buy. Bo'ldi shu. Okalar, opalar, singillar buni dash skorusini ko'taramiz. Mana bu deposini ko'rib ketaverasizlar. Prosta bu yoqning sekreti bor. Aynan robot o'zi urovingni o'lchab, kerakli joyida kerakli anaqasini ochishi aynan Bitcoin profiliga moslashtirilgan variantda. Mana 1500 ko'ryapsizlar, bir xilda orqaga qaytyapti, bir xilda oldiga ketyapti. Aytganimdek, dalnabойный strategiyaga dalnakda urib qo'yadi bu. Bunga konkretni trend kerak. Bozor yurishi kerak. Bu yerda bozor yurmasa normalniy foyda bo'lmaydi bu robotdan. Robot aynan bozor yurishini yaxshi ko'radi. Sir emas, ko'rsanglar bo'ladi mana, bemalol. Hatto ochyapgan, mana stop ushlagan joy, mana bu foyda bo'lgan. Mana bu shu robotda do'stlar, mana misol uchun mana stopi bor, mana take bor, mana stop yegan. Hech qanaqa umuman сделка ochmagan. Aytolman, bu yoqda ko'rib bundan bilolmaysiz. Mana ham stop ushlagan misol uchun. Mana endi ko'ryapsiz, urovingga qarayapti, ochyapti. Xo'sh do'stlar, bu yoqda bu birinchi bitta o'zi bir nechtasini ko'rsataman, ko'p robot ko'rsatib o'tirmayman. Hozir yana bitta tilla variantini ko'rsataman sizlarga. Ikkinchi buni natijalarini mana bu yerda backtestda ko'rib ketsak bo'ladi. Xudo xolasa mana 100% test bo'lyapti. Bizda testimizda каждый тик на основе реальных тиков bo'lgan. Bu yoqda anaqasi yo'q. Trail yoki mikrostop, mikrotek profitli ishlatilmagan bu strategiya bo'yicha. O'shaning uchun bunga bu ishonib ketadigan variant. Bunga ishonsa bo'ladi. Chunki strategiya oddiy. Tochkaga qo'yiladi, take profit stop loss bo'ldi. Buni qanaqa yo'q bu yoqda. O'shaning uchun lekin urib qo'yadi. Detallari polniy mashdan ko'rsanglar bo'ladi. Начальный депозит 1000, чистый прибыль 1800, 100% dan ko'p qo'ygan. Bu bizda 4 oydan sal oshdi, по-моему. Bu bitta varianti. Xo'p, bu ikkinchi variantini hozir ko'rsataman. Xo'p do'stlar, endi biz bu yoqda xudo xolasa 5 minutlik time frame'da tillani birga ko'rib ketamiz. Tilla strategiyasini. Xo'p, tilla strategiyasi bo'yicha robotni ham yoqdik. Bizda deyarli strategiya bir xil. Robot maksimum yoki minimum urovinglarni ko'rib, mana misol uchun hozirgi ko'rgan joyingizda take profit ushadi. Tilla profiliga bizda spread iloji boricha kamroq bo'lishi kerak. Albatta bu robotda treyllarini, spreadlarini har xil machasiga nastroyga qilsak bo'ladi. Ko'zinglar bilan ko'rayotganingizdek, ba'zi strategiya bu yoqda o'sha uroving. Bu yoqda kichkina bo'lmagan, katta bo'lmagan, o'ziga xos bir misol uchun take profit stop losslari bor. Yaqinlashtirsangiz kattalashadi, kichkinalashtirsangiz kichkinalashadi. O'ziga xos take profit stop losslari bor. Сделкаlarimiz 0,1 объемdan ochilyapti, chunki mikro kichkina yurishlarga ega, bunaqa katta yurishga ega emas. Bu yoqda ham o'zini nastroykalari bor. Riskni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, albatta сделкаlarning sonini, объемini kichkinalashtiradi. Bu yoqda hisob-kitob shunaqa olinganki, что hozir biz данный момент bu yoqda biz aniq ishlatyapmiz. Kamroq сделка ishlaydigan sistemada biz o'shaning uchun daromadimiz nisbatan buncha ko'p bo'lmaydi. Hozir nima deyotganimni tushunib ketasizlar. Aytganimdek, yoqayotgan bo'lsa bitta like bosinglar do'stlar.
Hop, men xudo xolasa sizlarga bu yoqda сделкаga kirganida xudo xolasa topib berishga harakat qilaman. Bu yoqda uspet qilmadim ushlashga to'g'risi. Hop, sal yaqinlashganda bu yoqda ham uspet qilmadim. No, ochilib yopilib bo'lgan сделкаlarni ko'rsak bo'ladi misol tariqasida. Bu yoqda mana o'shagan joylari mana. Selga uровень olgan edi. Ishingizda bo'lsa, selga uровень olgan mana Mamutdan proboy bo'lgan va bu yoqda trail asosida stop o'shagan. Bu shu oddiy strategiya mana bitta sel, mana shu uровеньga qarab sel ochgan, narx pastga katta temp bilan yurgan, o'shandan keyin qilgan. Bu yoqda misol uchun jamla foyda ko'p bo'lmagan, deyarli yoki bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Uровеньlarga qarab, bu yoqdan misol uchun bu uровень, bu yoqdan bu uровень, hammasini o'lchab, misol uchun mana bu joy kerak emas joyda aytgan edim, Telegram kanalda ham robotlar kerak emas joyda сделка ochmaydi. Mana bu uровеньga qarab, misol uchun mana sel o'shagan. Endi bu yoqda сделкаlar kamroq bo'lgani uchun lotini kattaroq qilingan deyapman. Mana har joyda ham ochmagan. Shuning uchun 0.41 dan tam qo'rqib o'tirmaydi. Noto'g'ri fikrga kelib. Tezlashtiramiz do'stlar. Men buni cho'zib o'tiradigan joyim yo'q. O'zingizlar ko'ryapsizlar, strategiya jam bunaqa og'ir yoki qanaqadir apasli joyi yo'q bu yoqda. Qattiqdir сделкаlarni ushlaganmi, yopganini mana ko'rsatmoqchi edim mana. Xullas vaqtni ko'p ketkazmasdan bosdi. Min depo bizda уже 2700 bo'lib ketdi. 2700 dan tushyapti, ahamiyat beringlar. 2400, 2300. Ya'ni bizda grafikda ma'lum bir joylarda mana polniy rost ketmaydi, bir xilda tushadigan joyi bor. Bunaqa plavniy pastga ketadigan joyi bor. Endi buni hozir men bitta nastroykasini ko'rsataman, bundan ham agressivni ishlatsa bo'ladi. Misol uchun mana robotni hozir men sal agressivniroq rejimga qo'ydim. Ishlash tarzi o'zgarmaydi, prosta сделкаlarni ko'proq ochadi va depo bizda tezroq o'sadi. Depo bizda tezroq o'sadi. Xuddi o'sha uровеньlarga asoslanib bu yoqda trail ko'proq ishlaydi. 4000 bo'lib ketyapti, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 7000, 6000 ga tushyapti. Prosentga joyi bor edi. Bu yoqda bizda o'zini mana jurnali bor, yana endi o'sish, xuddi shu o'sish, faqat сделкаlar ko'proq bo'lgani uchun prosentkalar ham kattaroq bo'ladi. No, buni albatta hozir dalgasrochni yana qayerga qo'yish kerak. No, strategiya dalgasrokda ham o't beryapti. Xudo xolasa men endi mana Quant Data Analyzerdan tillaga u yoqqa bu yoqqa anaqa olman. Dukaskopiniki afsuski anaqa bo'libdi. Spread слишком katta, bularniki to'g'ri kelmaydi. IC Market'ni test qilib boqamiz. Xudo xolasa keyinchalik dalgasrokki ana Quant anaqadan xudo xolasa natijalarni ham ko'rsatib beraman do'stlar. Backtest bizda nimagadir backtest kачествоsi pastroq chiqdi. No, qani endi biz oddiy anaqada ko'raylikchi. Qanaqa ko'rinar ekan? Agar biz risk pasaytirsak, prosta 23% bu to'g'ri kelmaydi. Bu yoqda uskiroq anaqa bordi. Bu yoqda uskiroq bizda baribir mayli, men buni keyinchalik anaqa qilib beraman. No, tester bu tester, живой bu живой do'stlar. Xudo xolasa живойga ham qo'yamiz, lekin strategiya bunaqa prям ko'rib turibsizlar. Atloshka определенный уровеньlarga qaraladi, bozor уровеньlariga qarab, ma'lum bir soatida o'chadi, ma'lum bir soatida yoqadi. Va afzallik taraflari bu robotda yangilikni filtri bor do'stlar. Yangiliklarda ma'lum bir yangiliklarda bu robot ishlamaydi. Xullas, hozircha bu etilu 2 birinchi qismi deb etilu
Xullas, ikkinchi qismida bizda nima qilamiz? Ikkinchi qismida men yuqoriroq sifatli istoriyani yuklashga harakat qilaman va yuqoriroq testda. Хотя бы demoda spread bir xil bo'ladi demo bilan realda. Bizda asosiysi spread imенно tillarni variantida, Bitcoinda bizda farqi yo'q. Lekin value anaqada, chunki Bitcoinda bizda trail ishlamayapti, ya'ni quyilab boradigan sistema ishlamayapti. Bizda asosiy anaqada ishlayapti. Tillarda. Lekin agar spread более-менее normalniy bo'lsa, aytayapman, keyingi video chiqishigacha уже odamlar, men uverman, hozir telefon tinmaydi, odamlar birinchi 3-4 ta joyi egallab olishga harakat qiladi, chunki $1,500 ga arzonroqdan kompleksni olishga harakat qiladi va yoki u yoqdan живой, yoki men уже ertaga, chunki bu oddiy kun olinyapti, ertaga xudo xolasa уже хотя бы demoga buni уже qo'yib bosamiz. Bosadiganlar bor, tayyor bo'lganlar bor, bilaman. Okalar, sizlarni hurmat qilamiz. Xudo xolasa bosamiz hamma bilan. Ikkinchi qismda testerlar masalasi bo'yicha ko'proq temani tushuntirib beraman. Qaysi testerlarda ishonsa bo'ladi, qaysi biriga ishonsa bo'lmaydi. Lekin strategiyasi mana shunaqa oddiy bo'lsa, ishonsa bo'ladi. Tem bo'lib bundan oldigida 100% li istoriya bo'lgan bizda. Xullas, общий qilib aytganda do'stlar, bir nechta robot, bu yerda hozir video cho'zilib ketadi. Funtniki ham bo'ladi, uniki ham bo'ladi, valyuta bo'ladi, yevro, dollar. Ba'zi shunga o'xshagan. Bir kunda bir xil, men adashib ketdim, men bu videoni hozir ko'rdim, общий qilib olinganda, bu yerda asosiy сделкаlarda bitta сделка, bitta take profitli robotlar bo'ladi, lekin asosiysi bizda nabarot, bizda bir kunda 3-4 ta сделка ochadigani, mashinga o'xshagan robotlar, hammada har xil trail, take profit stop losslari bo'ladi. Ammo bir kunda bitta сделка ochadiganlar ham bir nechta bo'ladi robotlar. То есть ular konkretdan долгосрочный robotlar, bular среднесрочный robotlar bo'ladi. Xudo xolasa общий varianti sotiladi. Startoviy narx 1,5, uspet qilgan qildi, u yog'iga keyin 2000 ga уже olaverasizlar. Riskovanniy mujiklar aloqadaman, nomerlar tepada, na starti bo'lganlar, kutayotganlar, mana sizlarga konkretniy shans, konkretniy robot, konkretniy ishlashini ko'rsatildi. Yana garantiya, parantiya deb o'tiradiganlarga strategiyalarni ko'rsatmasanglar, ishlash jarayonini, prinsiplarini ko'rsatmasanglar foydasi yo'q. Nima kerak bor uni ko'rsatib? Agar kimdir robot olmoqchi bo'lsa, sizlarga yagona maslahatim, bu robotni faqatgina ishlash jarayonidan xulosa chiqaringlar. Men bu robotni bironta nastroykasini ko'rsatganim yo'q. Bironta nimagadir bekitib qo'ygan, lekin joyman bo'lmadi. Konkretni ishlash joyini ko'rsatdim. Juda oson qilingan joy robot bu. Hech qanaqa sekreti yo'q. Sekretlari bor, o'zini ishlash prinsipida hamma narsasini ko'rsatganim yo'q. Bu yerda etilmagan sistemalar ishlayapti. Ya'ni nima sistemalar? Ma'lum bir darajada o'lchaydi. Qattandir o'lchavotdi, bilyapti, bu urinlarni o'zi o'lchavotdi bu robot. Misol uchun odam qiladigan ishni bu o'zi qilyapti. O'zi kerakli paralarga, kerakli misol uchun anaqalarga o'ziga xos misol uchun nastroykalari bor. Misol uchun xuddi shu Bitcoin nastroykasi bizda umuman tillarga to'g'ri kelmaydi. В общем to'g'ri kelmaydi. O'ziniki bor. Bu yana etilmagan, ko'rsatilmagan sistemalarda bu yerda yangilikdan ishlamaydi, bu yangilik payti. Bu trend yaxshi ko'radigan robotlar. Trend bo'lsa farqi yo'q, tepa pastmi ketaveradi. Shunaqa robotlar. Mo'shniy sistema, unda olib qarasangiz ishlashi oddiy, sodda, prinsip, ideya sodda, lekin kompensatorlari, yonida дополнительный anaqalari, точно ishlab beradigan sistemalari, indikatorlar, qo'shimcha, слишком не то paytda ishlab ketadigan, o'shani o'chirib qo'yadigan sistemalari, past sistemalari bor. Uni aytolmayman, chunki meni afsuski nafaqat fanatlarim, fanat emas, endi muxlislar desa ham bo'ladi. O'sha ko'rayotgan odamlar negativ tarafdan ham ko'radiganlar ham bor, konkurentlar ham ko'radigan, ya'ni ichida sal dili qoraroq bo'lgan odamlar ham bor, o'shalar ham ko'radi. Sal niyati qiyshuvroq bo'lganlar desa ham to'g'ri tushuntirgan bo'laman, xudo xolasa. Hech kimning ko'ngliga anaqa keltirgan, anaqa qilmoqchi emasman, ortib qo'ymoqchi emasman.
ko'nglini. Xullas do'stlar, bitta iltimos, mana shu от души bitta подписка layk. Menga shuncha mana harakat qilganimga rosa menga поддержка bo'ladi do'stlar. Inshaalloh Xudo xolasa biz ham mana sizlarga dalshi bo'lishi ikkinchi qismini ham qilib beramiz. Inshaalloh bizga ikkinchi qismi ham bo'ladi. Mana shuni ikkinchi qismi ham bo'ladi. Ikkinchi qismida ham biz bundan ham zo'r narsalar Xudo xolasa yangi bundan anaqalarni boshqa paralarga, mana USD/GPY ga ham test qilinyapti. Boshqa funtga, yevro, dollarga hammasiga qilinadi do'stlar, hammasiga. Albatta. Prosta sal sabr, ko'p odamlar shoshiltirib qo'ydi, ko'p odamlar davay deb qoldi. O'shaning uchun sal biz shoshib qoldik do'stlar. Ko'rayotganinglarda kerakli joyda ochib, agar сделка ochmasa, ma'lum bir vaqtda mana ahamiyat bersanglar, faqat silga ochdi, bayga ochmadi. Men bitta sekreti bor. Kerak bo'lgan payti mana endi bu уровень определить qildi, уровень hosil bo'lgandan keyin ochdi. Akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa yaxshilikda va yaxshi kunlarda uchrashguncha xayr. Rahmat.